Akaxon videoni oxirigacha ko'ring. Bu video sizga manfaatli bo'ladi va turmush o'rtog'ingiz oldida sizga bo'lgan ishonchi, muhabbati 2 karraga oshishiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Bu qanaqa video deysizmi? Bu pol avtomat to'g'risidagi video. Sizning pol avtomatingizda ham kuzatilishi mumkin. Yuvish qismiga quyilgan suvlar siqish qismiga o'tib ketadi hamda kirni yaxshi tortib bera olmaydi yoki suvni yaxshi chiqarmasligi mumkin yoki umuman chiqarmaydi. Bunday holatlarda uy bekalarimiz ichidagi suvni yo cho'michlab to'kishadi yoki bellariga kuch keltirgan holatda kir mashinani og'darib to'kishlari mumkin. Sizga esa buni ta'mirlashni eng oson yo'lini o'rgatib qo'yaman. Sizlarga berishingiz mumkin bo'lgan 100 ming so'mdan 200 ming so'mgacha bo'lgan pul mablag'i cho'ntagingizda qoladi. Qopqog'ini ochganingizda ichkarida shunday klapani ko'rishingiz mumkin. Buni qo'lingiz yordamida ham ochsangiz bo'ladi. Barcha suv chiqib ketgandan keyin ichki qismiga qarasangiz mana aytganimdek mana shu joyga axlat qo'yib qo'ygan bo'ladi. Uni olib tashlab, rezinka qismlarini yaxshilab issiq suvda tozalab, qayta yopasiz. Bu klapani tozalab joyiga mahkamlaganingizdan so'ng ham bunday holat yuz beraversa, unda suv chiqarish nasosida muammo bo'ladi. Buni ham o'zingiz to'g'rilab olishingiz mumkin. Orqasidagi oddiy 2 dona boltni bo'shatgan holatda nasosni chiqarib olasiz hamda ichidagi mayda paypoqlar yoki tanga, shunga o'xshash gugurtni cho'pi yoki har xil mayda ichida axlatlar to'planib qolgan bo'lishi mumkin. O'sha narsani tozalab qaytib kelsangiz, kir mashina yangidan ham a'loroq ishlashni boshlaydi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, bizga obuna bo'lishni ham unutmang. Sababi bizda bundan foydali, bundan qiziqarliroq videolar hali ko'p chiqadi.